Men Cristiano Ronaldoni Leo Messiga qaraganda ko'proq hurmatlayman. Sababi u Messiga qaraganda yerlikroq, insonroq. Buni tushuntirishga harakat qilaman. Misol uchun, o'g'limga motivatsiya berish uchun film qo'yib berishim kerak bo'lsa, Messi yoki Ronaldo qaysi birini qo'yib beraman? Ronaldoni qo'yib beraman. Chunki Ronaldoda motivatsiyaga targ'ib qiladigan, motivatsiyaga ulashadigan juda ko'p elementlar bor. Ya'ni Ronaldo kabi mehnat qilsang, sen ham cho'qqilarni zabt etasan deb o'g'limga tushuntirishim osonroq bo'ladi. Lekin Messini qo'yib berganim bilan, Messining o'yinini ko'rgani bilan o'g'lim o'zida qanday motivatsiya hosil qiladi bilmadim. Chunki bu tug'ma deydi birinchi navbatda.